Instagramdan Edis degan ofitsialniy bitta CapCutni o'rnini bosadigan zo'r programma chiqqan. Hozir buni ishlatishni ko'rib chiqamiz. Mana o'sha programma. Edisga kirib, Instagram akkauntimizni ulab olamiz. Razрешетni bosib, plus tugmasini bosib turib, galereyamizdan o'zimizga kerak bo'lgan rasm yoki videoni загрузить qilib bu yoqqa o'tirib olamiz. CapCutga o'xshaydigan programma почти farq qilmaydi. O'zi xohlagancha cho'zib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda goloslar bor. Eng zo'r tarafi bu mutlaqo tekin. Ya'ni umuman pul so'ramaydi. Bu yerda masalan bitta yarimta ovozni ulучшить qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha ovozni ulучшить qilasiz. Masalan, CapCutda u pullik, bunda esa mutlaqo tekin va chim CapCutga qaraganda ancha yaxshiroq ham qilib berar ekan. Mana ulучшение голос bor. Сразу ulучшение голос bor, keyin снижение шум bor. Ancha yaxshi nima qiladi, ishlaydi chim CapCutga qaraganda.